birinchi mingtalik chiqyapti. Bu boshlanishi xolos. General Marko 3000 kishi bilan bu yoqqa kelyapti. Yaxshi. Rejadagidek harakat qilamiz. Odamlaringni to'pla. Naviya o'ylab ko'r. Hali vaqt bor. Biz bir yo'ldan ketyapmiz, ortga chekinish yo'q. Hammasi kutganimizdek bo'ladimi? Umid qilaman. Xabar ishonchli, senyor. U Veriatoni Tucci yaqinida ko'rgan. Qanaqasiga? Marko uni Erisani yo'lida ketyapti degandik. Bilmadim, ammo ayvoqchimiz ko'rganiga shubha qilmayapti. U Veriato ekan. Demak, birinchisi bizni chalg'itish uchun bo'lgan. Ular hujumga tayyorlanyapti. Chopon men bilan o'ynashkisi ketdi-da. Qo'shinni hozirla. Tucciga yo'l olsin. Bir vaqtni o'zida ikki joyda bo'lishi mumkin emas-ku. Senyor. Yana nima? Veriatoni Bayoquluda ham ko'rishgan emish. Qarorgohdan odamlarimni tashqariga chiqarmoqchiga o'xshaydi. O'zi shu atrofda bo'lsa kerak. Bu ahmoq meni laqillataman deb qattiq adashibdi. Boshqa bironta ham odam qarorgohdan tashqariga chiqmasin. Xo'p, senyor. Uni shu atrofda ko'rishgan. Xushyor bo'ling. Safni buzmang. Bir-biringizga yaqin yuring. Boshqa askarlar chiqmaydiganga o'xshaydi. Otam hiylamizni payqagan ko'rinadi. Endi seni yurishing. To'xta. Kimsan? Karolik Gektorman. Galbaga muhim gapim bor. Seni Veriatoni boshsiz ichkariga qo'ymaslik haqida buyruq oldik. Galbaga ayt, unga bundan ham muhimroq xabar olib keldim. Barcha bosqinchilarni birato'la yo'q qilishi mumkin. Mayli, chaqir, bir eshitib ko'raylik-chi. Qana ochiq qol eshigingni.
uni payqab qolishmasinda ish qilib. Seniklarga bugun og'ir bo'ladi. Ularning kattasi qayerdaligini bilasanmi? Ha, ular juda puxta reja tuzishgan. Qanday reja ekan? Gapir. Yo'q. Ketdik. Shoshma. Kamonchilar hali o'z o'rnida. Yong'in! Yong'inni o'chiring. Tezroq harakat qiling. Hammani chaqiring. Tezroq o'chirish kerak yong'inni. Suv olib keling. Hammani chaqiring. Sen kimni kutgan eding? Veryatonami? Sekin. Orqaga qaytamiz. Bu tuzoq ekan. Sen tuzoqqa tushding. O'ldiringlar uni. O'ldiringlar. Shundan keyin ham uyda qolishimni xohlaysizmi? Yo'q, yo'q. Nabiya. Yo'q. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Seni davolayman. Vidolashish vaqti yetdi. Yo'q. Yo'q. Sen o'lmaysan. Seni sevaman. Bilaman.
Kim navbatchilik qilayotgandi? Yong'in qayerdan chiqdi? Sizlardan so'rayapman. Qayerdan chiqdi yong'in? Javob berlaring. Dushmanlar! Tashqarida nimalar bo'lyapti? Senyor, ispanlar qarorgohga kiribdi. Hammani kirishyapti. Biz juda ozchilikmiz, ularga bas kela olmayapmiz. Ichkariga qanday kirishibdi? Yong'in chiqarib, qo'riqchilarni chalg'itishibdi. Kalta fahim landovrlar! Xotinimni beqobga! Tez bo'l! Bo'l! Xo'p, senyor. Bo'sh kelmang! Dushmanga o'lim! Ispanlar bizga hujum qildi. Hukmdor chodiriga borishingizni buyurdi. Ketdik. Ortimdan. Sandro, Yelena, Viriato albatta keladi deb aytgandim-ku. tezroq meni bu yerdan chiqar. Hozir. Jangga! Himoyalaning! Paola, hujumga! Qattiqroq. Sen qoch. Askarlar har daqiqada kelib qolishi mumkin. Siz hech qayoqqa ketmayman. Ochilay deb qoldi. Sandro! Nari tur, nari tur! Bo'la qol. Uka. Veliatoni o'ldirmasligini bilgandim. Ketdik. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Yelena, sen ket. Yo'q. Qoch. Sen ham qoch. Oyog'ingda kuch bor ekan, tezroq ket. Bir o'zingni tashlab ketmayman. Viriato sizni yer bilan yakson qildi.
Endi nima qilamiz? O'g'limizning taqdiri nima bo'ladi? Vahima qilma, men hali tiriyman. Urush tugagani yo'q. Va nihoyat ko'rishdik. Bu daqiqalarni uzoq kutdim. Neriyani o'chini olishga juda mushtoq edim. Bu yog'iga uzoq kutmaysan. Tez orada sevgilingni ortidan yetib olasan. Kimni izlayapsan? Gektor! Uka. Yo'q. O'lma. Gektor. Meni kechir. Yaxshi odam bo'lmoqchi edim. Yo'q. Alvido, aka. Maqsadimga yeta olmadim. Sen yaxshi odamsan. Meni hayotimni asrab qolding. Kelishingizni bilgandim. Sog' omonmisan? O'g'limiz qani? U g'orda onasini kutyapti. Boladan xavotir olma. Eng aziz insonimni yo'qotdim. Sen qotilsan. Siz ispanlar qurolsiz odamni ham o'ldirasizmi? Senga o'xshaganlarni o'ldirsa bo'laveradi. Bu mardning ishi emas. Agar hozir meni o'ldirsang, sen ham kuni kelib meni ahvolimga tushasan. Turgan gap. Shuni o'ylab ko'r. Qoching. Qarorgoh ishg'ol etildi. Sizni izlashyapti. Tirik qolishingiz amri mahol. Meni sotmasligingni bilgandim. Rahmat, o'g'lim. Janubiy yo'l ochiq. O'sha tarafdan qoching. Bu yog'i meni ishim. Bu yerda qolma. Men bilan yur. Senga yoqadimi, yo'qmi? Meni hayotimni qutqarib, ikki tarafga ham tegishli ekaningni ko'rsatding. Siz bilan ketmayman, ota. Shu yolvoylar orasida yashash uchun. Sabina uchun. Isini yedingmi? Senda bunaqalardan mingtasi bo'lishi mumkin. Baribir meni tushunmaysiz. Haqiqiy muhabbat bitta bo'ladi. Buni ol. Ketdik. Meni qutqarib, otadan voz kechib bo'lmasligiga iqror bo'lding. Kimni zurriyoda ekaningni aslo unutma. Sandra, yo xudo, seni nima ahvolga solishdi? Gektor qani? Yo'q.
Bardam bo'ling. U nimaiki qilgan bo'lsa seni asrab qolish uchun qildi. Shuning uchun hozir xumordan chiqquncha rimliklarni o'ldirmoqchiman. Sandro, hozir holsizsan. Tezroq bu yerdan chiqib ketishingiz kerak. Sen ketmaysanmi? Ishimni chalasini bitirishim lozim. Paula. Paula. Menga nima bo'ldi? Seni urishgan. Tag'in ham boshing metindan ekan. Bu yerda Galba xotini bilan turgandi. U bilan olishdik. Keyin xanjarimni bo'g'ziga tiradim. Ammo qolganini eslolmayman. Shoshmachi. Bu ablah asosiy narsani unutgan ko'rinadi. Chocotella sutli shokolad pastasini sotib oling. Mazali shokoladni iste'mol qilib idishning ichki tomonidan o'z yutug'ingiz nomini toping va Super Yutuq Spark avtomobili, shuningdek boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib oling. Aksiya 10-avgustdan 10-dekabrgacha. Batafsil ma'lumot 248 51 37 142 0307. Askarlar! Nega qochyapsiz? Nima bo'ldi, gapir. Ispanlar bosqiniga uchradik. Ispanlar! Ko'plab yaqinlarimizdan ayrilganimizni bilaman. Jasur jangchilarimiz hozir qonga belanib yotibdi. Afsuski, gaplarim endi ularni ortga qaytara olmaydi. Ammo o'sha birodarlarimiz bugungi g'alabamizni ko'rishganida edi. Biz bilan g'ururlanishgan bo'lardi. Ispanlar, bugun uyimizga qaytadigan kun. Biz g'alaba qozondik. G'alaba! G'alaba! Demak, oqibatda qarorgohni tashlab qochdingiz. Cho'pon makonimizga hujum qilib, butun boshli qo'shinni tormor keltiribdi. Hammasi barbod bo'lgan bir pallada qanday qilib Viriatoni o'ldirishga erishdingiz? Boshidan beri shuni tushuntirishga harakat qilyapman-ku. Buni men qilmadim. Ispanlar baxil, sotqin va johil xalq. Senatorlar. Men sizlarni Viriatoni o'limida aybdor bo'lgan ispanlar bilan tanishtirsam. Men emas, mana shu odamlar uni hayotiga zomin bo'lishdi. Mendan mukofot olish ilinjida shu ishga qo'l urishdi. Ammo Rim xoinlarga haq to'lamaydi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.